tosta koyamiz. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, yana bir katta obyektimiz 70 kilovatli quyosh paneli o'rnatib bo'ldik. Yine xudo xolasa. Bu Ayranko'ldagi fermer, Shakir Shodlik fermerniki. Bu Jinko panel, bu 620lik. 620 wattlik bir panel 620 watt chiqadi. 1, 2, 3 qator o'rnatildi. 3 qator bo'lib tushdi. Tak, yeri sal kichkinaroq ekan, shunga 3 qator etib katta etib o'rnatdi. Bu yerda ham DA invertorlari qo'yildi. 50 kilovatlik DA invertor, 70 kilovat o'zi общий bu. Bunda qo'shimcha 20 kilovatlar qo'yildi yana. Tak. Bunda ichini predохранитель, avtomat hamma narsasi joylandi. Jinko 620 yana. Teyinda bemalol fermerning a'zolari yotib dam olsam, tashkil etib o'tirsam bo'ladi. Katta etib ishladik shunda etib. Profillar shu mustahkam, yana aytganimdek 6x4lik profil, qalinlik ham qalin. Bellarına qo'shimcha bolt ham zag'lushga qilindi. Endi panelga keladigan bo'lsak, Jinko panel dedim. Yine Jinko 620lik şu N-Type Tiger One degan panellardan. Neo One degan Jinko panel. Bunun için Jinko koyadilar. Jinko dünyada panellerin arasında yetakchi kompaniya arasında birinchi o'rinda duradi. Shuning uchun ko'pchilik asosan bize qimmatroq bo'lsa shu Jinko panellerini qo'yamiz. Hem umri ham uzoq bo'ladi, effektivness ham yaxshi bo'ladi. Hem umri uzoq bo'ladi deganim samaradorligi 4-5 yilning ichida darrov tushib ketmaydi. Boshqa panellere o'xshab. Onda fermer ağamız ham geldi yine. Xudo xolasa bu yil buğdayda bir 50 tonna buğday giraman deb tursin da. Samlaşın. Nishsiz 250 tonna. Sağ ol. Ullu fermer. Yaxshi. Taqribana 13 panel 7000 kavadan bu tepesine koyuldu bu. Şeyin üstüne koyuldu yetmeyene. Bu hali to'liq işe tushmadi. Hazır bu narsalar koyuldu. Inverter hamma narsasi takıldı. Endi ustalar transformatora ulash ishlarini olib borib tutdilar. Sağ olasizlar, salomat olasizlar.